boshlaysiz. Qorin devorini qoplab diafragmaga o'tadi. Shu yerdan visceral varaqqa aylanadi. Nima hosil bo'ladi shu yerda? Jigarning tochsimon bo'ladi. Koronariy. Keyin mana jigarni qoplaydi. Diafragmal yuzasida uni jigarning pastki qirrasiga keladi. Undan keyin jigar darvozasiga boradi mana. Demak, ikkinchi bu jigar. Mana bu oshqozon. Demak, jigarning darvozasidan oshqozonning kichik egirligiga tushadi. Ikkiga bo'linadi. Oshqozonning oldingi yuzasini qoplab katta egirlikka keladi va undan pastga tushib, bir qayrilib yuqoriga qayerga chiqadi? Ko'ndalang chambar ichakning Tanya oldingi sohasiga boradi. Agar ko'ndalang chambar ichakni kattaroq qilib chizadigan bo'lsak, mana bunday ko'rinishga ega u. Erkin tasma, charvi tasmasi, tutqich tasma. Tenia liber, tenia mentalis, tenia mesocolica. Demak, qorin parda mana bu erkin tasmaga keldi. Ana shu erkin tasmaga ikkiga bo'linadi. Uning kattaroq hajmdagi qismi yuqoriga, kichikroq hajmdagi qismi esa pastga qarab yo'nalib, ikkalasi ham biri tutqich tasmasida, ikkinchisi esa charvi tasmasida to'xtaydi. Tutqich tasmadagi qorin parda keyinchalik me'da osti bezining oldingi qirrasiga boradi. Unga tegib yana orqaga qaytib keladi. O'z yo'lida davom etadi. Tutqich tasmadan erkin tasmadan esa charvi tasmasiga kelib, boyaga kichik hajmdagi qorin parda bilan nima birlashadi. Birlashib yana butun bo'lib tutqich tasmaga boradi. Undan yana me'da osti bezining oldingi qirrasiga boradi. Mana ko'rdinglar? Demak bu me'da osti bezi. Mana shu yerdan yana parietal varaqqa aylanadi. O'z yo'lida nimani qoplab o'tadi? 12 barmoqli ichakni. Ana undan keyin ingichka ichakning tutqich ildiziga aylanadi. Demak, mana bu joy nima ekan? Radix mesenteric. Bular esa ichak qovuzloqlari. Demak, mana bu yerdan yana parietal varaqqa aylanib, o'z yo'lida mana bu ichakni qoplab o'tadi. To'g'ri ichak. Yo'q. Sigmoid ichak. Ana undan keyin mana to'g'ri ichakka o'tadi. Erkaklarda to'g'ri ichakdan keyin qaysi a'zoga o'tar ekan? Siydik tufayliga. Siydik tufayliga o'tgan paytda nima hosil bo'lar ekan? Eng chuqur joy ekskavatsiya recto-vesikalis. Ayollarda esa recto-uterik bo'ladi. Mana shuni Douglas bo'shlig'i deyiladi. Chuqurroq bo'ladi. Ayollarda ham, erkaklarda ham to'g'ri ichakning oldida bo'ladi. Ayollarda bundan tashqari Siydik tufayli bilan bachadon orasida ham shunday yana bitta oldingi ekskavatsiya recto-uterina yo'q, vezikuterik bo'ladi. Demak, mana shu joydan yana parietal varaqqa aylanib, boyaga o'zi boshlangan joyga borib tomon bo'ladi. Qayerdan boshlansa shu yerga borib tomon bo'ladi. Mana bu qorin bo'shlig'ining, ya'ni qorin pardaning tashqi yo'nalishi deyiladi. Tashqi yo'nalishda katta qorin bo'shlig'i hosil bo'ladi. Endi ichki yo'nalishi bor. Ichki yo'nalish
me'da osti bezidan boshlanadi ekan, birlasi. Orqa devorni qoplagan qorin parda yana diafragmaga boradi. Bu yerda nimaga? Jigarga o'tadi. Jigarga o'tib, yana darvozaga keladi. Darvozadan yana kichik egillikka tushadi. Keyin katta Shunda mana ikki baroqdan nima hosil bo'ldi bu yerda? Amentum minus. Amentum minus. Me'daning orqa yuzasini qoplab, katta egillikka kelib, yana pastga tushib, yuqoriga chiqadi. Yana Xuddi shu yo'l. nima bo'ldi? Erkin tasmaga keldi. Hech narsaga bo'linmasdan erkin tasmadan tutqich tasmasiga o'tib, yana me'da osti bezini oldingi qilishga bordi. Mana o'zi boshlangan joyidan tamom bo'ldi. Ko'rdinglar? Shu yerdan boshlanadi, shu yerda tamom bo'ldi. Qorin pardaning ichki yo'nalishida kichik qorin bo'shlig'i yoki charvi xaltasi hosil bo'ladi. Bursa amentalis. Charvi xaltasi bilan katta qorin bo'shlig'i o'rtasidagi bog'lanish esa mana bu foramen epiploikum hisobiga yuz beradi. Winslow teshigi. Demak, qorin parda va demak diafragma bilan jigar orasida yana bitta bo'shliq hosil bo'lar ekan. Bu nima? Bursa hepatika. Me'da, jigar va qorin devori o'rtasida yana hosil bo'ladigan Qozon oldida bo'ladi. Ha, bursa pregastrik. Mana bu esa katta charva deyiladi. Katta charvaning mana shunday 4 ta varaqdan iborat bo'lishi bu embrional davrda bo'lar ekan. Bola tug'ilib, tug'ilgandan keyin mana shu 4 ta varoq hammasi bitib ketadi. Bitta varoq bo'libdi. Mana shu bitib ketgan varoqning mana bu qismi ko'ryapsizlar. Mana shu joy ligamentum gastracolicum deyilar. Mana bu esa nima ekan bu? Ko'ndalang chambar ichakning tutqichi. Mesocolon transversum. Mana shu qorin pardaning nimasi edi? Yo'nalishi edi. O'chirib qo'ysak bo'ladi.